Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan turklarni baqlajonli kabobini qilamiz. Buning uchun bizga 1 kiloga yaqin baqlajon, qanchalik ingichka bo'lsa shuncha yaxshi. Suv, tuzli suv baqlajonni qo'yish uchun, qoraymasligi uchun, baqlajonning achchig'i chiqib ketishi uchun. 1/2 kiloga yaqin go'sht. Aslida buni qo'y go'shtidan qilishadi. Mol go'shti ham bo'laveradi. Qora murch, tuz. Yana ta'minlarga ko'ra boshqa bahoratlar qo'ysanglar ham bo'ladi, paprika. Shunga o'xshash bahoratlar. Oldin baqlajonimizni to'g'rash bilan boshlaymiz. Baqlajonimizni undan oldin tuz sovalaylik shu suvga. Tuz solmadim. Tuzli suvga baqlajonlarni solib qo'ysanglar ham qorarmaydi, ham baqlajonning achchig'i chiqib ketadi. Baqlajonimizni to'g'rashdan boshlaymiz. Qanchalik qalin bo'lsa, shunchalik yaxshi mazali bo'ladi, baqlajonning ta'mi chiqadi. 2 barmoqga yaqin qalinlikda kesib olamiz. Hammasini o'lchab kesishlar shart emas. Ko'z qarori mana shunaqa qilib kesib chiqamiz. Baqlajon juda ham qalin bo'lib ketish kerak emas. Qanchalik ingichka bo'lsa shuncha yaxshi. Bizda bunaqa baqlajon, uzun baqlajon bormi, yo'qmi bilmayman. Lekin tanlab mashinaga o'xshash baqlajonlar olsanglar bo'ladi. Hammasini mana shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Qanchalik ingichka bo'lsa, shunchalik yaxshi baqlajoninglar. Endi bilmayman bunaqa katta baqlajon bormi, yo'qmi yo'q. Lekin shunga o'xshash baqlajonni topib 1 kiloga yaqin 2 barmoq qilib hammasini to'g'rab chiqamiz. Baqlajon duxovkada pishgani uchun ham mazali bo'ladi, ham erib ketadi. Unaqani baqlajon yemaydiganlar ham yesa bo'ladi, chunki men o'zim baqlajon yemasdim. Lekin mana shu ovqatda baqlajonni yeyman, ya'ni duxovkada pishgan variantini yeyman. Bundan tashqari bizga 3 ta yoki 2 ta pomidor va bolgarskiy kerak. Men sizlarga buni ko'rsatish esimdan chiqarib qo'ydim. Xo'sh, baqlajonimizni olib qo'yamiz. Qiymamizni tayinlab olguncha baqlajon tuzli suvda dinlanib tursin. Qo'lim yuvib keldim. Qiymamni olib keldim. Qiymaga bahoratlarimizni solamiz. 1 qoshiq tabiiylarga ko'ra ayyor to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Tuz, qora murch. Bundan tashqari yana qaysi paprikani yaxshi ko'rsanglar, sovolinglar. Men bu yerda sizlarga ko'rsatish esimdan chiqib qolibdi. Hozir ko'rsataman. Tomat solaman. Bu qiymaga tomat solish Turkiyani hamma shaharida ham yo'q, faqat Gaziantepga xos bo'lgan narsa. Bu tomat ham achchiq tomat. O'zimiz uyda qilgan achchiq tomatimiz. Achchiq qizil bolgarskiydan qilingan tomat. 1 qoshiq choy qoshig'iga yaqin solaman. Bu achchiq bo'lishi uchun solaman. Sizlar ham achchiqroq bo'lishini xohlasanglar, qizil paprika solsanglar ham bo'ladi. Bizda endi tomatsiz ovqat yeyishmas ekan bu yerda Gaziantepda. Bizda deb gapirmayman, lekin men birinchi kelganimda rosa qiynaldim. Keyin o'rganib ketdim. Hozir achchiq emas ovqat yemayman. Xo'p, qiymamizni yaxshilab aralashtirib olamiz bahorotlari bilan. Xuddi anu koklet qilayotganingizda qiymani yaxshilab aralashtirasizlar-ku. O'shanga o'xshab qiyma yaxshilab aralashtirish kerak. Men bunaqa tepsida qilyapman, oynali. Atak sizlar listda qilsanglar ham bo'ladi, duxovka listida. Qo'lim yuvib kelaman hozir. Keyin davom etamiz. Baqlajonlarimni olib kelaman. Xo'sh, sekin-sekin boshlaymiz endi, qaranglar. Qiymamizni yong'oq kattaligida olib, xuddi koklet qilgandek dumaloq qilib, ozgina yassilashtirib olamiz. Uni katta kichkinaligini baqlajonni katta kichkinaligiga qarab ham to'g'rilasanglar bo'ladi. Bizning baqlajonlarimiz juda ham katta. Mana, ko'rdinglar, mana shuna qilib tizib chiqamiz. Buni aslida bizda bu yerda baqlajon kabob deymiz o'zi. Sixga tizib ham pishirishadi. Xuddi shashlik qilgandek. Biz uyda bo'lganimiz uchun duxovkada qilamiz. Gaziantepda bu duxovkada qilish juda ham yoygin, ya'ni yoygin darkan an'anaviy ovqat desa ham bo'ladi. Hammasini mana shu uslubda tizib chiqamiz. Bitta baqlajon, bitta qiyma, bitta baqlajon, bitta qiyma. Xuddi koklet qilgandek tasavvur qilib qilsanglar bo'ladi. Aslida bu juda ham oson ovqat. Tez-tez qilib listga tizib, sraz duxovkaga berib yuborasizlar.
1 soatga yaqin vaqtinglar ketadi yoki ketmaydi. Birpasda pishadi hamda judayam lazzatli, hamda qiymali, hamda sabzali, ya'ni qisqachasi hammaga yoqadigan ovqat desam ham bo'ladi. Hammasini mana shu uslubda tizib chiqamiz. Baqlajon aytyapman, baqlajon yemaydiganlar ham bu ovqatni yeydi, chunki baqlajonlar duxovkada judayam anaqa pishib ketadi, yumshab, chiroyli bo'lib pishadi. Qisqasi, mana shu uslubda hammasini tizib chiqamiz. Bitta baqlajon, bitta qiyma qilib. Oddiy duxovka listiga ham qilsanglar bo'ladi. Bu yerda men alohida bitta stakan suvga tomat solib ochib oldim tomatni. Tomatli suv to'kyapman. Buni ustiga ozgina tuz sarpishtirib oldim. Uni videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Tuz sepib, ozgina tuz sarpishtirib yuboringlar. Keyin mana bunaqa qilib 1 stakan suv bilan tomatli suv to'kib chiqasizlar. Xohlasanglar achchiq tomatli, xohlasanglar oddiy pomidor tomati bilan qilib to'kib chiqsanglar ham bo'ladi. Endi buni 20 daqiqaga duxovkaga jo'natamiz. 20 daqiqaga jo'natib yuboramiz. Bu arada bitta pomidor bilan ikkita bolgarskiyni tozalab yuvib, pomidorlarni kesib olamiz. Bolgarskiylar katta bo'lsa kesib chiqamiz. Mana chiqardim men duxovkadan 20 daqiqadan so'ra. Bu komple pishmadi. Yarim chala pishgan holati. Uni ustiga pomidor bilan bolgarskiylarni tizib chiqamiz. Nimaga? Keyin qo'yamiz, chunki bu pishish davomida duxovkada pomidor bilan bolgarskiylar yonishi ehtimoli bor, qorayib kuyib ketishi ehtimoli bor. O'shaning uchun keyin qo'yamiz. Buni tizib chiqqandan keyin yana 20 daqiqaga duxovkaga jo'natib yuboramiz. Men buni pishib chiqqandan keyin videoga olish yana esimdan chiqib qolibdi. Juda ham dangasa qiz bo'ldim bu safar. Lekin rasmga oldim. Rasmni ham qanaqa oldim bilmayman. Hozir oxirida qo'yaman. Lekin ishoninglar, juda ham lazzatli ovqat bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lib, videom yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Bundan keyin yana ham ko'p videolar ko'rish uchun meni kuzatib boringlar. Yoqimli ishtaha.